Sizlar ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 294-moddasidan tanishtirib o'tamiz. To'g'ri tuzilgan elektron tarzda ma'muriy bo'limda e'tiroz bo'lsa, bemalol yuqori turuvchi organlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Advokat yo'llanmasiga chiqarish huquqiga ega. Telefon raqamingiz-chi? Telefon raqamingiz 90lik 076 Akajon, bu ochiqdan ochiq tuhmat qilishib qoladi. Ularga qoida buzarligingizga men ma'muriy bo'limda rasmiylashtirsam. Hech qanday qoida buzarlik qilganim yo'q. Akajon, Yo'limda kelyapti. e'tiroz bo'lsa bemalol. E'tirozim bo'ladigan bo'lsa qog'oz paxta kelyapti. O'zi tanishtirganingiz yo'q. Kim o'zi siz? Siz video syomkani yo'qdan paytisiz meni tanishtirishga majbur emasman. Men Qachon tanishtirishga majbur? Sizni to'xtatgan vaqtimda, Men eshitganim yo'q. sizni to'xtatgan vaqtimda Men tushga haq o'zi majbur siz emasman. qarang, sizni to'xtatgan vaqtimda Tushga majbur emasman. Hurmatli xodim. gapirsam mayli. Hop. Gapirsam mayli. Gapiring. Siz mendan narsa so'rayapsiz-da. Narsa so'ramayapman, hujjat so'rayapman. Qo'shilib gapiryapsiz. Qani hujjat so'rayapsiz? Hujjat so'rayapman. Qani hujjat so'ragansiz? Xizmat guvohnoma. Qani so'ragansiz? Aytyapman, endi so'rayapman. Ha? Siz o'zi tanishtirganingiz yo'q. Yo'q-e? Hop. Tanishtirganingiz yo'q o'zida. Kimsiz? Yo'q, patrul katta inspektori serjant Ishqotov bo'ladi. Hop, endi tanishtiryapsiz. Endi ha. Yo'q, yashang. Qoidabuzarlik bo'yicha ma'muriy bo'lim rasmiylashtirib. Qoidabuzarlik qilganim yo'q. Bo'ldi, Qoidabuzarlik qilganim yo'q. bildiraverasiz. Hop, qog'oz protokol qilmiz. Mayli, qog'oz protokolini qilib bermadi deysiz. Yo'q, unday bo'lmaydi. Bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Yo'q, unday bo'lmaydi. Yo'q, yashang, Unday bo'lmaydi. Bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Komandir. Bo'ladi o'shanda. Yo'q, qog'oz protokol qilib bering. Tush. Qog'oz protokolga tuzamiz, komandir. Akajonim, siz menga qanday ish darsini o'rgatmang. Qog'oz protokolga qilamiz. Mening o'zimning huquqimni, majburiyatimni bilaman. Yo'q, yashang. Avval huquq, keyin majburiyat. Bemalol. Aytamanki, e'tiroz bo'lsa bildirishingiz mumkin. Hop. Sizning huquqlaringiz bor. Siz qog'oz protokolga tuzing. Mayli, aytasiz, tuzib bermadi. Yo'q. Men elektron tuzaman. Men elektron tuzaman. Unda aytmayman. Men elektron Unda tuzaman. aytmayman. Qayerda yozilgan? Mayli, akajonim. Haydovchi norozi bo'ladigan bo'lsa, agar qog'oz protokolga tuzasiz. Aytaman-ku. Tuzib Aytmayman. bermadi deysiz. Unday Tuzib bermadi deysiz. Yo'q, unday bo'lmaydi. O'shanday bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Nimaga unday bo'ladi? Qayerda yozilgan u qonun? To'xtang, mana jetoningizni to'xtang. Qo'lingizda olib gapiring. Qo'lingizda olib gapiring. Jetoningiz ko'rinmayapti. Qo'lingizda olib gapiring. Jetoningizni gapiring. Ko'rsating desangiz men ko'rsataman. Ko'rsating. Menga barmog'ingizni tekkizmang. Menga forma kiygizib qo'ygan edi. Tushundingizmi? Hech kim forma kiygani qilmaydi. Tushundingizmi? Hop. Qo'lingizni tekkizmasdan gapiring. Jetoningizni ko'rsating. Nima o'zidan ketyapsiz? Jeton. Ha? Jeton raqam. Nimaga o'zidan ketyapsiz? Ko'rinmayapti. Men yashirib qo'yganim yo'q. Siz so'raganingiz yo'q hali. Mana Tushundingizmi? yoshirilgan mana. Mana jeton. Tushundingizmi? Mana jeton yo'q. Mana. Endi shuni olaylik. Qog'oz protokolga tuzing. Qog'oz protokol tuzib Qog'oz protokolga tuzing. Yo'q, aytmayman hech kimga. Qog'oz protokolga tuzing. O'zi biz ikki qilamiz. Bo'ldi, qilavering. Endi biz ikki qilamiz, tuzmang. Biz ikki qilamiz. Dispetcher nomerini bering. Nima dispetcher? Dispetcheringiz nomerini bering. 102 ga qilaman deyapsiz? Yo'q, dispetcheringiz nomerini bering. 102 ga qilavering. Dispetcherning nomerini bering menga. Majburman sizga berishga? Majbursiz. Yo'q. Haydovchi so'ragan paytida, talab qilgan paytida siz dispetcherda nomerini berishga Berish kerak bo'lsa majbursiz. beramiz. Nima uchun majbur emasman deyapsiz? Ko'p qaytarmang. Bu Nima uchun majbur emas? Nima uchun majbur emasman deyapsiz? Mana normal siz qo'lingizdan olgandi. Siz qo'lingizdan olgandi. Maylimi? Siz qo'lingizdan. Hop. Xo'pmi? Siz qo'lingizdan. Endi yaqindagi kelib olishyaptimi? Siz mana normal turibman. Men eshitaman. Men normal distansiya saqlab Men eshitaman. Distansiya saqlab qaramasman. Endi quloqim tubiga kelib distansiya gapirishyapman. saqlab turibman. Tushundingizmi, hurmatli haydovchi? Distansiya saqlab turibman. Tushunyapsizmi? Tushuntira oldimmi? Qog'oz protokolga tuzing. Tuzilmaydi qog'oz protokol. Qayerda yozilgan? Aytyapman. Yangilik kiritmang. Yangilik kiritmang. Yangilik kiritmang. Vazirlar Mahkamasining nisbatan tegishli sondagi qarori bor o'zida mana. Mana o'zida qatnov qismidan chekkaroqqa turing o'zida. Birinchidan dislokatsiya ko'rsating. Chetroq turing. Birinchidan dislokatsiya ko'rsating. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida Dislokatsiya. 128 print 9-moddasi bilan rasmiylashtiraman, hurmat qiluvchi. Shaxsingizni qo'yasizmi? Sabab nima? Men hech narsadan bosh tortmayman. Hech narsadan bosh tortmayman. Siz qonuniy talab qo'ymayapsiz. Sizga elektron tarzda
qonuniy talab qo'ysangiz, Qanday qonuniy talab qo'ymayman? noqonuniy talab qilyapsiz. Qanday? Noqonuniy talab qo'yapsiz. Men hech qanaqa chiziqda bosganim yo'q. Men o'zimni yo'limda kelyapman. Men nohaq to'xtatib deyapsiz. Mayli. Nohaq to'xtatib deyapsiz. Mayli, nohaq Hop. bo'lsam, o narsa bo'yicha javob beraman men. Bu narsa bo'yicha javob berasiz. O'zingizni Voy, kelib yashang. tanishtirmaganingiz uchun javob berasiz. 975 sonli qaror bilan meni tanishtirganingiz yo'q. Tanishtirganingiz yo'q. Vazirlar Mahkamasining Ha. 2018-yildagi 31-dekabrdagi yana 975 sonli qarori bor. Hop. O'sha qaror bilan siz meni to'liqligicha tanishtirganingiz yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, men so'raganimdan keyin siz o'zingizni nima deydi, unvoningizni, otangiz ismingizni, ya'ni demak, ochiqlaringizni keyin menga taqdim etyapsiz. Birinchidan, qog'oz protokolga tuzing degan paytimda tuzishga majbur emasman deyapsiz. Dispetcherda nomerini bering degan paytimda dispetcherda aka xizmat vaqtida telefon bilan gaplashmang aka. Xizmat vaqtida telefon bilan gaplashmang. Aka ketavering. Birmi? Xizmat vaqtida telefon bilan gaplashmang. Xizmat vaqtida telefon ishlatish mumkin emas. Demak, imzosi qo'ymaysiz? Imzo qo'yaman. Men imzosi. Imzo qo'yaman, lekin qonuniy talab qo'ysangiz qilaman. Shaxsiy imzosi qo'yasizmi? Shaxsiy imzoyimni qo'yaman, qonuniy talab qilsangiz. Bir daqiqa qarab oling. Agar Imzo qo'yasizmi yo'qmi? imzo qo'yaman, lekin qonuniy talab qo'ysangiz qilaman. Imzo qo'ying. Siz nima uchun imzo qo'ydiradiganingizni ham aytmayapsiz menga. Men sizga tushuntirib o'tdim. 294 bilan Men tanishtirmayapsiz. sizni tushuntirib o'tdim. Yo'q. Hurmatli haydovchi. Tanishtirganingiz yo'q. Qarang, hali siz imzo qo'yganingizdan keyin Tanishtirganingiz yo'q. Men rasmiylashtirmayman. Tanishtirganingiz yo'q. Qarang, siz imzo qo'yganingizdan keyin ham men to'g'ridan-to'g'ri rasmiylashtirmayman. Hali etap turibdi. Men sizni tanishtirib o'taman. O'ylamaysiz. Undan xavotir olmang. Tushunibsizmi? Men tuzib bu sog' bo'ling deganimdan keyin aytsangiz bo'ladi. Men imzo qo'ymayman. Imzo qo'ydi degani, men imzo qo'yaman, Qonuniy talab qo'ysangiz qilaman. Mana bu o'zida ham mashinangiz turibdi, noqonuniy turibdi. Migalka yonmagan holatda turibdi. O'zida mashinangiz. Pasportingiz bilasizmi? Xolis sifatida shaxsiy ma'lumotingiz kerak. Bu bilgan yo'q nima bo'lganini. Yo'q, nima bo'lgan bilgani shart emas. Siz U imzo qo'ymayapsiz-ku. siz qarang. Yo'q, sizga hech qanday ziyon yo'q. Pasportingiz bilasizmi? Dislokatsiyangiz ham yo'q bu yerga turishga. Dislokatsiyani ko'rsating. Dislokatsiya. 37 55. Dislokatsiya ko'rsating. Hop. Menlarimga mana Hop. shartnoma. Polisdan. Muomala qo'raga nisbat. Tilbar Muomala. Noqonuniy xizmat olib boryapsiz. Noqonuniy xizmat olib boryapsiz. Noqonuniy xizmat faoliyatini olib boryapsiz. Degan shaxsiy imzo shaxsni qo'yaman, qonuniy qo'ysangiz imzo qo'yaman, qonuniy talabsangiz qo'yaman. Shaxsiy qo'yaman. bo'lgan vaziyat Bosh tortish yo'q. Hech narsadan bosh tortish yo'q. Lekin qonuniy talab qo'yaman. Hurmat haydovchi, sizni ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 294-chi demak modda u qonuniy talab qo'yilsa, u qonuniy talab qo'yilsa, e'tiroz bo'lsa, bemalol qonunchilik organlariga murojaat qilib. menga qog'oz protokol tuzishni xohlayman. Mana bu o'zining mashinasi turibdi. Migalka yonmagan, mana bu o'zining mashinasi ma'mur bo'lgan rasmiylashtirildi, hurmat haydovchi. Endi gap yo'q. Amalda yo'l harakat qoidalari 86-bandi va ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksda Gap yo'q. Gap yo'q. Dislokatsiyangiz ko'rsat. Dislokatsiya bormi yo'qmi? Hujjatlaringiz. Dislokatsiya. Murojaatingiz bo'lsa bemalol bildiring. Endi gap yo'q. Sizni oxirigacha boramiz.